Assalamu alaykum aziz qarindoshlarimiz. Biz 20-yilda Shista Tref zalida Uyg'ur madaniyatining mujassimi bo'lgan bir faoliyat ko'rigiga hammalarni taklif qilamiz. Pandemiya sababli 2 yildan buyon jiq faoliyatlarda yuz ko'rishamidik, didorlashamidik. Mehribon qarindoshlarimiz birlikka kelib bir faoliyatda jam bo'lmoqchimiz. Aile bo'yicha bolalarni elib kelib qatnashishinglarni taklif qilamiz. Marhamat, güzel kunlarda birga ko'rishaylik. Rahmat. Assalomu alaykum. Shvetsiyadagi yashayotgan barliq Uyg'ur yurtdoshlar, qarindoshlar, madaniyatimizni, tilimizni, tariximizni saqlab qolish maqsadi bilan uyushtirilgan Navro'z faoliyatimizga hammalarni taklif qilyapmiz. Marhamat, uy ichi, bola-chaqa, navralar degandek hammalar kelib qatnashib berishingizlarni hammalarni kutamiz. Marhamat. Görüşkice aman bulaylı. Assalamu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq qarindoshlar. Sizlarni 20-yilda Navruzga taklif qilamiz. Hammalarni kelib berishinglarni so'raymiz. Ba'zilar Navruz vatnimizda andaqishlar bo'lsa, Navruzda o'yin tomosha qilyapti deb tushunchalar bor ekan. Undaq emas. Birinchidan Navruzni qilayotgan sababimiz millat qanday saqlanib qoldi desa, birinchi dinimiz, ikkinchi madaniyatimiz, üçüncü tilimiz. Shuning uchun biz o'sha qarindoshlar bilan birga o'sha madaniyatimizni saqlab, mushtaq faoliyat qilaylik deb chiqdik. Rahmat, kelishinglarni so'raymiz. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Siz qaysi siyosiy ko'zqarashga ega bo'ling, qaysi tashkilotni himoya qiling, kuchli diniy ko'zqarashga ega taqvodor bo'ling yoki liberal ko'zqarashga ega liberal bo'ling. Biz hammamiz Uyg'ur millatdosh, hammamiz vatandosh, hammamiz dushmanimiz oldida bir saf tura oladigan safdosh. Hammadan muhimi hammamiz qarindosh. Keling, qo'lni qo'lga tutishib o'z madaniyatimizga ega chiqaylik, ham uni avlodlarga sog'lom o'rgataylik. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Meni tunuydigan, tunmaydigan barliq qarindoshlarımızga 20-yilda Shista sentrumda Navro'z faoliyati o'rnashtirdik. Hammalarni qalbimdan qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar, hammalarni shu 20-yilda o'tkazilgan Navro'z faoliyatimizga taklif qilamiz. Marhamat. Navro'zga marhamat. Birlikda kelaylik.